Hürmetli abonachilarimiz, YouTube'dagi podpischilarimiz qaranglar. Endi sizlarga bir gap aytaman. Shu bova bilan kelishgan holda 90 milyon deb kelgan Larguslarni 75 milyona yıktık. Siz razımısınız? Razımım. Hakiki egalari 75 milyon naqd pul bo'lsa beriladi. Ishlab chiqarilgan yili 2019-yil. Mashinning krel kapotunda bir dana eshikinde kraskasi bor. Mashin Ponning yo'lni yodlab olgan, bemalol liniyaga chiqaman desangizlar, liniyada yurgan mashin, eldena qimmat farlar qo'yilgan. Xullas mashinning ichidan minasizlar, o'tirasizlar, yakasizlar, uzib boradi, uzib keladi. Mashinni haydash shart emas. Mashinning 100lik propani bor, mashin o'ta ideal holatda. Ishlari o'ta akkuratli. Mashina monitor, sanitor hamma narsa ustanovka qilingan. Mashinni hazat minsangizlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinning motori toza remontdan chiqib turibdi. 4 balon normalniy toza holatda turibdi. Mashina remont bo'lganini remontdan keyin 50 ming kilometr yurgan. Esa navada bu Largus Cross degan mashinamiz 75 milyon so'm 2019-yil Largusni 75 milyona sotib oldik. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtoligerda bundan ham zo'rlari bo'lishi mumkin. Podpiska bosib ko'rishni unutmanglar. Bir dana like, bir dana podpiska sizlardan. Esa ketdi. Xizmat qilishda davom qilaveramiz.